bajarilgan. Universitetda ilmiy rahbar fizika matematika fanlari doktori professor Hasanov Oqnazar Bekturdievich, rasmiy opponentlar Xolmuhammedov Olimjon Rahimovich va Durdiyev Dilmurod Qalandarovich ikkovlari fizika matematika fanlari doktori professorlar. Nechakchi tashkilot Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti. Talabgorni shaxsiy hujjatlari bilan tanishtirish uchun so'z Ahmad Miyasarovichga beriladi. Marhamat. Samarqand davlat universiteti matematika fakulteti differensial tenglamalar kafedrasi assistenti Xudoyorov Ulug'bek Obilmalik o'g'li tomonidan dissertatsiya himoyasi uchun zarur bo'lgan barcha hujjatlar ilmiy kengashga taqdim qilingan. Xudoyorov Ulug'bek Obilmalik o'g'li 1995-yil 2-fevralda Samarqand viloyati Nurobod tumanida ziyolilar oilasida tug'ilgan. Millati o'zbek, oilali, 2 nafar farzandi bor. U 2011-yilda Samarqand viloyati Nurobod tumanida 50-sonli maktabining 9-sinfni tugatgan va 2011-14-yillarda Narpay qurilish va kommunal xo'jalik kollejida tahsil olgan. 2014-yili Samarqand davlat universiteti mexanika matematika fakulteti matematika yo'nalishi talabaligi qabul qilingan hamda 2018-yilda uni tamomlagan. 2018-2020-yillarda Samarqand davlat universitetida differensial tenglamalar mutaxassisligi bo'yicha magistratura bosqichida tahsil olgan. 2020-2023-yillarda Samarqand davlat arxitektura qurilish institutining oliy matematika kafedrasi o'qituvchisi, 2023-2025-yillarda ushbu universitet ijtimoiy va tabiiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi, 2025-yil 3-sentyabrdan Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti matematika fakulteti differensial tenglamalar kafedrasi assistenti, shu bilan birga 2024-yildan Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti differensial tenglamalar kafedrasi mustaqil izlanuvchisidir. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 11 ta ish chop etilgan. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktor dissertatsiyalari asosiy ish nashrga tavsiya etilgan. Ilmiy nashrlarda 6 ta, 3 ta xorijiy, 3 ta respublika jurnalida nashr etilgan. Xudoyorovning dissertatsiyasi avtoreferat elektron nusxalari ilmiy kengash sahifasi Zanet ta'lim tarmoqlarida joylashtirilgan. Shuningdek, Xudoyorov Abulmalik o'g'lining dissertatsiya avtoreferati Samarqand davlat universiteti axborot resurs markazida 44-sonli raqam bilan ro'yxatga olingan. Malaka imtihonlaridan olgan baholari: chet tili 4.74 ball, mutaxassis fani 5.91 ball. Barcha hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining ilmiy darajalar berish tartibi to'g'risidagi nizomga asosan rasmiylashtirilgan. Talabgorning shaxsiy hujjatlariga doir savollar bormi? Kengash a'zolariga yo'q savollar. Bo'lmasa dissertatsiyaning asosiy mazmuni va natijalarini bayon qilish uchun so'z Bekka beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari va qatnashchilar. Mening mavzuyim modifikatsiyalangan Kartebek Defriz level tenglamasini davriy cheksiz zonal funksiyalar sinfida integralash deb nomlanadi. Ilmiy rahbarim fizika matematika fanlari doktori professor Hasanov Oqnazar Bekturdievich. Demak, dissertatsiya tuzilishi kirish, xulosa ilmiy ishlar ro'yxatidan iborat. Kirish 1853-yilda Jozef Levil doimiy egrilikka ega sirtlarning geometriyasini o'rganish jarayonida ushbu ko'rinishdagi differensial tenglama duch keldi va uni yechimini topishning analitik usulini taklif qildi. 1970-yillardan boshlab esa ushbu ko'rinishdagi nochiziq tenglamalar Levil tenglamasi deb atala boshlandi. 1976-yilda Andreyev sochilish nazariyasining teskari masalasi usulidan foydalanib, Levil tenglamasining maxsus chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi soliton yechimini topishga muvaffaq bo'ldi. 1977-yilda Kozel-Katler tomonidan nochiziq Gardon tenglamasi chekli zonal davr funksiyasini integraladi. Shu bilan bir qatorda uning chekli zonal yechimi uchun Riemann-Teta funksiyasi orqali foydalanuvchi oshkor formula topishga muvaffaq bo'ldilar. Davriy cheksiz zonal funksiyalar sinfida esa sinus kalon tipidagi nochiziq tenglamalar Hasanov va Normatov tomonidan integrallandi. Mazkur ishda davriy kayfiyat deriga operator qo'yilgan teskari spektral masalalarni yechish usulidan foydalangan holda nochiziq level, manba level hamda modifikatsiyalangan Kartebek Defriz level tenglamalari uchun qo'yilgan aralash masalalarni yechish algoritmlari keltirildi.
Shu bois dissertatsiya birinchi va birinchi paragrafida davriy koeffitsient deriga operator qo'yilgan teskari spektral masalalar haqida qisqacha zaruriy ma'lumotlar. Siljigan argumentda derik tinglama sistemasini birinchi. Bu yerda bir mega ushbu batteristik ko'rinishda aniqlanadi. Bir tinglamaning ushbu 1 0 va 0 1 boshlang'ich shartlar qanoatlantiruvchi bichimlarini mos ravishda CS vektor funksiyalar orqali belgilab olamiz. Birinchi tarif ushbu tenglik orqali aniqlangan delta lambda tau funksiyaga bir tinglamaning Lyapunov funksiyasi deyiladi. Teorema ushbu ayniyat bajariladi. Ya'ni Lyapunov funksiyasi tau parametriga bog'liq bo'lmaydi. Bir tinglamaga qo'yilgan davriy va yarim davriy chegaraviy masalalarning xos qiymatlarini lambda n taular orqali belgilab olamiz. Ma'lumki lambda n taular delta minus tenglik tinglamadan iborat bo'lib, ushbu tenglik o'rnatiladi. Yuqoridagi teoremaga ko'ra lambda tau parametri bog'liq bo'lmaydi. S1 p lambda tau tenglik tinglama ildizlarini Ksen taular orqali belgilab olamiz. Ma'lumki Ksen taular bir tinglamaga qo'yilgan Direxlet chegaraviy masalasini xos qiymatlarini ustma tushadi va ushbu munosabat bajariladi. L tau deriga operator spektr faqat uzluksiz bo'lib, ushbu to'plamdan iborat bo'ladi. Bu yerda lambda 2 minus 1 lambda 2 intervallarga lakunalar deyiladi. Keyingi tarif, agar lakunlar chegaraviy nuqtalar uchun ushbu tengsizlik shartlar bajarilsa, u holda L tau deriga operatorining Qx koeffitsiyenti cheksiz zonali funksiya deyiladi. Keyingi tarif, agar shunday musbat n soni mavjud bo'lib, ushbu tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha butun nlar uchun ushbu tenglik bajarilsa, u holda L tau deriga operatorining Qx koeffitsiyenti chekli zonali funksiya deyiladi. Keyingi tarif ushbu Ksen sonlar va segment ishoralar ketma-ketligiga L tau deriga operatorining spektral parametrlari deyiladi. Keyingi tarif spektral parametrlar Ksen segment hamda L tau deriga operatorining spektrining chegaraviy nuqtalari lambda n-lar birgalikda L tau deriga operatorining spektral berilganlar deyiladi. 6-tarif L tau deriga operatorining spektral berilganlar topish masalasiga to'g'ri spektral masala, spektral berilganlar orqali koeffitsient topish masalasiga esa teskari spektral masala deyiladi. Teorema L tau deriga operatorining omega koeffitsiyenti o'zining spektral berilganlar orqali bir qiymatga aniqlanadi. Dissertatsiya birinchi bob 2-paragrafi davriy cheksiz zonal funksiyalar sinfida nochiziqli level tenglamasini integrallashga bag'ishlanadi. Ushbu paragrafda masalaning qo'yilishi. Demak, ushbu ikki ko'rinishdagi nochiziqli level tenglamasining 3 shartlarini qanoatlantiruvchi x o'zgaruvchi bo'yicha p davrli haqiqiy cheksiz zonali hamda 4 silliqlik shartini qanoatlantiruvchi yechimini topish masalasini qaraymiz. Demak, quyida biz ikki tenglamani matematik usulda keltirib chiqarish jarayonini ifodalovchi lemmani keltiramiz. Demak, birinchi lemma. Ushbu birinchi va ikkinchi chiziqli differensial tenglamalarning aralash hosilalar tengligi, ya'ni birgalikdalik sharti Qx funksiyaga nisbatan level tenglamasini beradi. Endi yuqoridagi masala yechish jarayoniga o'tamiz. Buning uchun boshlang'ich shartda berilgan qonun x funksiya orqali L tau 0 deriga operatorni tuzib olamiz va to'g'ri masalani yechib, uning spektral berilganlarini topamiz. Ushbu teorema orqali paragrafning asosiy natijasini bayon qilamiz. Birinchi teorema. Agar qonun x va qo'birti funksiyalar mos ravishda ushbu shartlarni qanoatlantirsa, u holda 2-4 aralash masalaning 5 formula orqali aniqlangan yagona Qx'da davriy cheksiz zonali global yechim mavjud bo'ladi. Bu yerda hk va fk lar ushbu tengliklar orqali aniqlanadi. Bundan tashqari, xi, sigma, lambda vektorlarning koordinatalari esa quyidagi Cauchy masalasini qanoatlantiradi. 6-7. 6-tenglamadagi jn bir ketma-ketligi esa ushbu tenglik orqali aniqlanadi. Natija 6-7 Cauchy masalasi yechimi hamda 5 formula orqali topilgan x funksiya ikki tenglamani va 3 shartlarni qanoatlantiradi. Yuqoridagi teoremadan ko'rinadiki, agar 6-7 Cauchy masalasi yagona yechim mavjud bo'lsa, u holda 2-4 aralash masalaning 5 formula orqali aniqlangan yagona yechim mavjud bo'ladi. Shu bois biz 6-7 Cauchy masala yechimiga egaligini o'rganamiz. Buning uchun ushbu almashtirishdan foydalanib 6 tenglamalar sistemasi hamda 7 boshlang'ich shartlarni K banaq hozirda quyidagicha yozib olamiz. Bu yerda K, H, Hn ushbu tenglik orqali aniqlanadi. Ikkinchi lemma. Agar qonun x va qo'birti funksiyalar birinchi teorema shartlarini qanoatlantirsa, u holda hx vektor funksiya K banaq fazosida Lipschitz shartini qanoatlantiradi. Ya'ni ixtiyoriy K banaq fazosida olingan x, y elementlar uchun shunday musbat L1 soni mavjud bo'lib,
ushbu tengsizlik bajariladi. Bu yerda L1 ushbu yaqinlashuvchi sonli qator ko'rinishda aniqlanadi. Demak, ixtiyoriy tov qarashli R t kattaning yo'lda 6-7 qo'shim masalasida yagona yechim mavjud bo'ladi. Yuqoridagi teorema va lemmadan quyidagi natijani olishimiz mumkin. Ya'ni birinchi teorema va ikkinchi lemma 2-4 aralash masalaning qo'y-xt global davriy cheksiz zonali yechimini topish algoritmini beradi. Buning uchun dastlab qonun x funksiya yordamida L tau 0 deriga operatorini tuzib olamiz va to'g'ri masalani yechish orqali L tau deriga operatorining lambda n xn 0 sigma n spektral berilganini topamiz. Ikkinchidan, ixtiyoriy tavda 6-7 qo'shim masalasini yechib, xn sigma n spektral parametrlarni topamiz. Uchinchidan, topilgan xn sigma n spektral parametrlarni 5 formulaga qo'yib, qo'y-x funksiya, ya'ni 2-4 aralash masalaning global davriy cheksiz zonali yechimini topamiz. Dissertatsiya 1-bob 3-paragrafiga to'xtalamiz. Ushbu paragrafda masalaning qo'yilishi. Demak, ushbu 9 ko'rinishdagi qo'shimcha hadli level tenglamasining 10-shartlarni qanoatlantiruvchi x o'zgaruvchi bo'yicha p davrli haqiqiy cheksiz zonali hamda 11 sinfga tegishli yechimini topish masalasini qaraymiz. Demak, bu yerda ham yuqoridagi lemma keltiramiz. Ya'ni 3-lemma. Ushbu birinchi, ikkinchi chiziqli differensial tenglamalarning birgalikdalik sharti qo'y-x funksiyaga nisbatan qo'shimcha hadli level tenglamasini beradi. Demak, ikkinchi teorema orqali ushbu paragrafning asosiy natijasini bayon qilamiz. Agar qonun x va ko'birti funksiyalar mos ravishda ushbu shartlarni qanoatlantirsa, u holda 9-11 aralash masalaning 5 formula orqali aniqlangan qo'y-x davriy cheksiz zonali global yechimi mavjud bo'ladi. Bu yerda xi, sigma, lambda vektorlarning koordinatalari ushbu 12 Dubrovin differensial tenglama sistemasi analogining 13-boshlang'ich shartlar qanoatlantiruvchi yechimi. 12 tenglamadagi jn ketma-ketlik esa quyidagi tenglik orqali aniqlanadi. Demak, bu paragrafda ham 12-13 qo'shim masalasining yagona global yechimga egaligi ko'rsatilgan va algoritmlar keltirilgan. Endi dissertatsiya 2-bobiga to'xtalamiz. 2-bob 1-paragrafi qator manba level tenglamasini davriy cheksiz zonali funksiyalar sinfida integrlashga bag'ishlanadi. Demak, masalaning qo'yilishi. Ushbu 14 ko'rinishdagi qator manba level tenglamasining 15-shartlar qanoatlantiruvchi x o'zgaruvchi bo'yicha p davrli haqiqiy cheksiz zonali hamda 16 silliqli shartini qanoatlantiruvchi yechimini topish masalasini qaraymiz. Bu yerda psi vektor funksiya siljimagan argumentli bir direkt tenglama sistemasining flokey yechimlari bo'lib, u quyidagi formulalar orqali aniqlanadi. 17. Beta kali esa ushbu asimtotga qanoatlantiruvchi sonli ketma-ket. 4-lemma ushbu birinchi, ikkinchi chiziqli differensial tenglamalarning birgalikdalik sharti qo'y-x funksiyaga nisbatan qator manbali level tenglamasini beradi. Demak, 3-teorema orqali bu paragrafning asosiy natijasini bayon qilamiz. Agar qonun x va qo'birti funksiyalar mos ravishda ushbu shartlarni qanoatlantirsa, u holda 14-16 aralash masalaning 5 va 17 formula orqali aniqlangan yagona davriy cheksiz zonali qo'y-x hamda psi x lambda kt global yechimi mavjud bo'ladi. Bu yerda 5 formuladagi xi, sigma, lambda vektorlarning koordinatalari esa quyidagi qo'shim masalasini qanoatlantiradi. 18-19. 18-tenglikdagi jn3 ketma-ket esa ushbu tenglik orqali aniqlangan. 5-lemma agar qonun x va qo'birti funksiyalar 3-teorema shartlarini qanoatlantirsa, u holda 18-19 qo'shim masalasining yagona global yechimi mavjud bo'ladi. Endi yuqoridagi 14-16 aralash masala yechimini topish algoritmini keltiramiz. 3-natija. 3-teorema va 5-lemma 14-16 aralash masalaning qo'y-x, psi x lambda kt yechimini topish algoritmini beradi. Buning uchun dastlab L tau 0 deriga operatorini tuzib olamiz va to'g'ri masalani yechish orqali uni spektral belgilarini topamiz. Ikkinchidan, ixtiyoriy tavda 18-19 qo'shim masalasini yechib, L tau t deriga operatorining xn sigma n spektral parametrlarini topamiz. Uchinchidan, topilgan xn sigma n spektral parametrlarni 5 formulaga qo'yib, davriy cheksiz zonali qo'y-x funksiyani topamiz. To'rtinchidan, 17 formuladan foydalanib, bir tenglama sistemasining psi x lambda kt flokey yechimlarini topamiz. Endi ushbu bob 2-paragrafi demak, davriy cheksiz zonali funksiyalar sinfida integral manba level tenglamasiga bag'ishlanadi. Demak, ushbu 20 ko'rinishdagi integral manba nochiziqli level tenglamasining 20 shartlar qanoatlantiruvchi x o'zgaruvchi bo'yicha p davr haqiqiy cheksiz zonali
hamda 22 silliqli shartini qanoatlantiruvchi yechimini topish masalasini qaraymiz. Bu yerda beta lambda funksiya uzluksiz bo'lib, ushbu asimtotga qanoatlantiradi. Demak, ushbu paragrafning asosiy natijasi 4-teorema orqali bayon qilamiz. Agar qo'nilik va qo'burti funksiyalar mos ravishda ushbu shartlarni qanoatlantirsa, u holda 20-22 aralash masalaning 5 va 17 formula orqali aniqlangan yagona davriy cheksiz zonali qo'y xt hamda psi plus minus global yechim mavjud bo'ladi. Bu yerda 5 formulada psi sigma lambda vektorlarning koordinatalari esa ushbu 23 Dubrovin differensial tenglama sistemasi analogining 24 boshlang'ich shartlar qanoatlantiruv yechimi. 23 tenglamadagi Jn4 ketma-ketligi esa ushbu tenglik orqali aniqlanadi. Dissertatsiya 3-bobi modifikatsiyalangan kartavek differiz level tenglamasini davriy cheksiz zonali funksiya sinfida integralashga bag'ishlanadi. Masalaning qo'yilishi ushbu 25 ko'rinishdagi nochiziqli modifikatsiyalangan kartavek differiz level tenglamasining 26 va 27 shartlarini qanoatlantiruvchi x o'zgaruvchi bo'yicha pi davrli haqiqiy cheksiz zonali yechimini topish masalasini qaraymiz. 6-lemma ushbu birinchi, ikkinchi chiziqli differensial tenglamalarning birgalikdalik sharti qo'y xt funksiyaga nisbatan modifikatsiyalangan kartavek differiz level tenglamasini beradi. Bu yerda a, b, c da ushbu tenglik orqali aniqlangan. Demak, 5-teorema orqali ushbu paragrafning asosiy natijasini keltiramiz. Agar qo'nilik va qo'burti funksiyalar mos ravishda ushbu shartlarni qanoatlantirsa, u holda 25-27 aralash masalaning 5 formula orqali aniqlangan yagona qo'y xt davriy cheksiz zonali global yechimi mavjud bo'ladi. Bu yerdagi 5 formulada psi, sigma, lambda vektorlarning koordinatalari quyidagi qo'shim masalasining yechimidan iborat. 28, 29. 28 tenglamadagi Jn5 ketma-ketligi esa quyidagi formula orqali aniqlangan. 7-lemma agar qo'nilik va qo'burti funksiyalar 5-teorema shartlarini qanoatlantirsa, u holda 28, 29 qo'shim masalasining yagona global yechimi mavjud bo'ladi. 4-natija 5-teorema va 7-lemma birgalikda 25-27 aralash masalaning yagona global davriy cheksiz zonali qo'y xt yechimini topish algoritmini beradi. Buning uchun dastlab boshlang'ich shartda berilgan qo'nilik funksiya yordamida L taunol deriv operatorni tuzib olamiz va to'g'ri masalani ish orqali uni spektral belgilanganini topamiz. Ikkinchidan ixtiyoriy tauda 28-29 qo'shim masalasini yechib, Xn sigma spektral parametrlar topib olamiz. Uchinchidan topilgan Xn sigma spektral parametrlarni 5 formulaga qo'yib, qo'y xt funksiya, ya'ni 25-27 aralash masalaning yagona global davriy cheksiz zonali yechimini topamiz. Dissertatsiya 3-bob 2-paragrafi demak cheksiz zonali davriy funksiyalar sinfida qo'shimcha hadli modifikatsiyalangan kartavek differiz level tenglamasiga bag'ishlanadi. Ushbu 30 ko'rinishidagi qo'shimcha hadli nochiziqli modifikatsiyalangan kartavek differiz level tenglamasining 31-32 shartlarini qanoatlantiruvchi x o'zgaruvchi bo'yicha pi davrli haqiqiy cheksiz zonali yechimini topish masalasini qaraymiz. Demak, ushbu teorema orqali shu paragrafning asosiy natijasini keltiramiz. 6-teorema agar qo'nilik va qo'burti funksiyalar mos ravishda ushbu shartlarni qanoatlantirsa, u holda 30-32 aralash masalaning 5 formula orqali aniqlangan yagona global davriy cheksiz zonali qo'y xt yechimi mavjud bo'ladi. Bu yerda 5 formulada psi, sigma, lambda vektorlarning koordinatalari 33 Dubrovin differensial tenglama sistemasining 34 boshlang'ich shartlar qanoatlantiruv yechimi. 33 tenglamada Jn6 ketma-ket esa shu tenglik orqali aniqlangan. Xulosa, dissertatsiya ishi nochiziq level, moslangan manba level va modifikatsiyalangan kartavek differiz level tenglamalarini davriy cheksiz zonal funksiyalar sinfida integralashga bag'ishlangan. Ilmiy izlanishning asosiy natijalari quyidagilardan iborat. Birinchidan, davriy cheksiz zonal funksiyalar sinfida level va qo'shimcha hadli nochiziq level tenglamalarga qo'yilgan aralash masalalarning yagona davriy cheksiz zonali yechimiga ega ekanligi ko'rsatildi. Ikkinchidan, davriy cheksiz zonali funksiyalar sinfida qator va integral manbali nochiziq level tenglamaga qo'yilgan aralash masalaning yagona global davriy cheksiz zonali yechimi mavjud ekanligi isbotlandi. Uchinchidan, nochiziqli modifikatsiyalangan kartavek differiz level hamda qo'shimcha hadli nochiziqli modifikatsiyalangan kartavek differiz level tenglamalarning integrallanuvchiligi isbotlandi. Bu ilmiy ishlar ro'yxati birinchi bo'lim. Bu ikkinchi bo'lim. Shu bilan ma'ruzim yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ma'ruza tugadi. Marhamat, ma'ruza bo'yicha kimga qanday savollar bor? Marhamat,
Profesör Lakay. Hayır dekanda başta bitti teoremani aytdingiz. Şu teoremada aytildiki o'sha qandaydir bir funksiya tavga bog'liq emas deb isbotlab aytib o'tib ketdingiz. Ana xuddi shu menimcha. O'sha teoremani kim isbotlangan? Nima uchun bog'liq bo'lmay qoldi? U holda Sibir va eshaklar ham bog'liq emasmi? Ular bog'liq bo'lsa ham bu teorema o'rnini shuni tushuntirib berasizmi? Bu lemma domla mana bu keltirganmiz yaxshi Murodovning mana shu ishlar keltirilgan bu lemma isboti ham. Yo teorema ku yerda ne demedik? Ha, Teorema. teorema. To'g'ri. Teorema sifatida bu Xo'sh. dissertatsiyada keltirilgan. Bu tenglik bu tau parametriga bog'liq emasligi o'sha L tauda deriga operatorining spektrini o'sha delta minus plus 2 teng 0 tenglama ildizlari orqali aniqlash mumkin. O'shanda Bu ya kerak emas. Shu menga teorema ana shu natija qayerdan paydo bo'ldi deyapman. Nima uchun o'rildi? O ana nariyoqqa qarang. Nariyog'da birinchi Sibir turibdi. Eshakka turibdi. Ha. Ular ham bog'lamasmi, lekin yoki bo'lmasa yo'q. Aynan mana shu yig'indi bog'liq emas, domla. Mana shu yig'indi bog'liq. Shuni so'rayapman. Nima uchunligini tushuntirib olasizmi bir og'iz? Yig'indi nima uchun bog'liq bo'lmay qoldi deyapman-da. To'g'ri aytyapsiz endi. Ha, yo'q, buni Sababini. isbotlash mumkin. Yo'q, maydalab isbotlang deganim yo'q, isbot kerak emas. Sababini tushuntirasizmi? Qanday qilib nima bo'ldi-yu? Nima ikkita bitta ishorasi plus minuslar yeyishib ketdimi yo boshqa sabab bormi shuni aytmoqchiman. Juda qiziq teorema ekan-da, shuning uchun hayron qolyapman. Shuning uchun so'rayapman. Tushundingizmi endi savolga? Ha, tushundim domla. Bu sababini bir og'iz tushuntira olasizmi deb so'rayapman. Hop, buning tau parametriga bog'liq emasligi. Hay, bo'pti-yu, mayli, просто. Domla bu isbotlangan, lekin aynan Yo'q, qayerdadir isbotlangan, endi baribir sababini tushunish kerak bo'ladi-ku. Xo'p, mayli. Yana qanday savollar bor? Marhamat. Mana Studiyada savollar bormi? lekin boshqa yerda ham paydo bo'ladi. Savollar yo'q. Rahmat. So'z rahmat professor Hasanov. Marhamat. Başka bir kolama. Anladın? Ya, Livi dinlemesini. Ya, bu yok. Yok, nereye alalım? Birincisini koyayım. Birinci, Bunu buraya mı? Aha, bak. Yaxşı. Endi Isbotlangan degan men Samarqand Üniversitesi'ne ikinci mərtə 17-ci il geldim. Mana bu 2017-ci ili. Şunda 4-cü kurs studentlərinə ders ötdüm, leksiya okudum. Şu kurs şu ili juda yaxşı udaşlıyım mənə çıxıb qaldı. Yaxşı ballar var ekan şu kursda. Mən Hacı Muratam şu yerdeydi. Uluqbek, yana bir ikkitasi. Elə şundan başlap soň bizi kafedrada magistr boldu bular. Juda yaxşı magistratura dövründə ham yaxşı işlədi. Şu axırı 4-cü kursun axırı illərdə ham. Nəticədə şu bu ilgə mənə şunday bir yaxşı dissertasiyanı yazışqa muvaffaq boldu. Endi mənə şu yerdə mənə ikinci tengləmə, Liouville tengləməsi deyə yürütülədi. Buna bir etibar qaratsanızlar, bu tamamında aralaş hasıla turibdi, bu yoqda y derecesi q turibdi. Q x'ti. Bunday nochizliqli tenglameler ko'p o'rganilgan. Klassik matematiklar tomonidan. Teoriya grup nuqtai nazardan ko'p o'rganilgan bunday tenglameler. Lekin mana nochizliqli tenglamelerini integrallash jarayoni kashf qilingandan keyin birinchi soliton yechimlar muhim rol o'ynaydi. Bunda agar Q-x'da soliton yechim bo'ladigan bo'lsa, har bir fiksirlangan t'da x bo'yicha plus minus cheksizga intilsak, limit 0 bo'lishi kerak. Ana endi 0 tenglamani qanoatlantirmaydi ko'rsangizlar.
Bir tomonda 0 bo'ladi, bir tomonda 1 bo'ladi. Demak, bu tenglamani klassik Sariton yechimi yo'q. Bu tenglamani. Keyin men qarab ko'rdim, agar qu x ni funksiya x o'zgaruvchi bo'yicha davriy bo'lsa nima bo'ladi? Davrga qarab, davrga siljitsangiz, masalan pi davrli bo'lsa x plus pi ga siljitib bersangiz, tenglama invariant saqlanadi. Demak, davriy masala qarash mumkin. Ya'ni nochiziqli muhitlarda davriy to'lqinlarning tarqalishini bemalol tekshirish mumkin. Shuning uchun mana bu tenglamaga mana aralash hosil bo'lgani uchun nima mana bunday masala qo'yiladi odatda aralash. Buni aralashma ham boshlang'ich shart bor, ham t barobar 0 da boshlang'ich shart berilgan, ham x barobar 0 da nima berilgan? Chegaraviy shart berilgan. Endi bu yerda eng asosiysi funksiya boshlang'ich funksiya davriy bo'lib 3 hosilaga ega bo'lishi kerak. Agar uzluksiz bo'lsa, bu davriy uzluksiz funksiya bo'lsa, u vaqtida davriy funksiyalar sinfida bu tenglamaning yechimi yo'q. Mana shu metodika o'tmaydi. Chunki bu yerda bariq fazasida qandaydir bir tenglama tuzilgan, ana shu tenglamaning o'ng tarafidagi vektor funksiya Lipschitz shartini qanoatlantirmay qoladi. Mana shu yerda 3 hosila talab qilish kerak boshlang'ich shartdan. Keyin bu tenglamani o'zgartirsak, bunga qo'shimcha xat qo'shsak va boshqa qilsak, mana shu talab oshib qoladi. Oxirida 6 gacha chiqqan shu boshlang'ich shart. 6 dan kam hosila bo'lsa, o'sha yerdagi natijani olib bo'lmaydi. Nima qilib bo'lmaydi? Algoritm yurmaydi. Endi bu yerda bir narsa bor. Agar bordi-yu boshlang'ich shartdagi funksiya mana bu Novikov, Itz, Matveyevlar yechgan klassga tushsa, ya'ni chekli zonali davriy funksiya bo'lsa, u vaqtda talab kerak emas. Chunki chekli zonali davriy funksiya cheksiz marta differensiallanuvchi ixtiyoriy chekli zonali boshlang'ich shartda bunday masalalarning yechimi mavjud yagona. Ammo ana bu yerda konstanta Lipschitz aniq hisoblanadi. Juda yaxshi, hech nima emas. Lekin zonalar soni oshsa, u vaqtida boshlang'ich shartga shart tushadi. Mana shunday shart tushadi. Ana klassik ishlardan bu ishning farqi mana shu yerda. Shuning uchun men o'ylaymanki, dissertatsiyada olingan natijalar yangi. O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan PhD dissertatsiyalarga qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Dissertantni o'zi ham bemalol mana shu nimaga unvonga, PhD unvoniga loyiq deb hisoblayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Dissertatsiya bajarilgan va aprobatsiya o'tgan ilmiy muassasalar yetakchi tashkilotlarining xulosasi, dissertatsiya va aprobatsiyaga kelgan tashqi taqrizlar bilan tanishtirish uchun so'z Ahmad Miyassarovga marhamat. Ulug'bek Xudoyorovning dissertatsiyasi bo'yicha quyidagi taqriz va xulosalar mavjud. Barcha taqriz va xulosalar ijobiy. Birinchi, dissertatsiya bajarilgan tashkilot xulosasi 2025-yil 1-dekabrda Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti differensial tenglamalar kafedrasi, kafedra qoshidagi seminar rais professor Hasanova, seminar kotibi dotsent Tursunovlar tomonidan imzolangan hamda ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Xushvaqtov tomonidan tasdiqlangan. Kafedra xulosasi ijobiy bo'lib, dissertatsiyani ilmiy kengashga topshirishga tavsiya etilgan. Ikkinchisi, O'zbekiston Fanlar akademiyasi Romanovskiy nomidagi matematika instituti differensial tenglamalar va ularning tadbiqlari nomli seminar xulosasi 2025-yil 25-iyundagi seminar raislari professor Ravshan Ashurov va
Tahirov tomonidan hamda ilmiy seminar kotibi Zunnurovlar tomonidan imzolangan hamda direktor o'rinbosari Roziqov tomonidan tasdiqlangan. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti differensial tenglamalar va matematik fizikaning zamonaviy muammolari nomli ilmiy seminar xulosasi 2026-yil 29-yanvardagi seminar raislari akademik Alimov va professor Xolmuhammedov hamda ilmiy seminar kotibi Sheraliyevlar tomonidan imzolangan hamda O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergashev tomonidan tasdiqlangan. Ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar xulosasi 2025-yil 30-dekabrda seminar raisi o'rinbosari professor Tolib Eshonqulov va seminar kotibi Tursunovlar tomonidan imzolangan hamda Samarqand davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiya prorektor Vaqt tomonidan tasdiqlangan. Yetakchi tashkilot xulosalari bor, rasmiy xulosalari bor. Yetakchi tashkilot xulosasini xulosa qismini o'qib ber. Yetakchi tashkilotning xulosasini o'qib eshittirsangiz. Ko'p yozilgan ekan. Dissertatsiya yuzasidan umumiy mulohazalar. Tadqiqotchi U. Xudoyorov tomonidan tayyorlangan dissertatsiya ishida ijobiy tomonlar bilan birga ayrim kamchiliklarni ham e'tirof etish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Dissertatsiya ishining 28-betida fi y plus t x minus y o'rniga fi y plus t y minus x yozilishi kerak. Ikkinchisi, dissertatsiya ishining 31-betda q tau t o'rniga q x t yozish kerak. Dissertatsiyasida ba'zi imlo xatolariga ham yo'l qo'yilgan, jumladan 38-betda kabi so'zi kabi ko'rinishda yozilishi kerak. Yuqorida keltirilgan fikr mulohazalar ishning ilmiy va amaliy ahamiyatiga ta'sir etmaydi. Xudoyorov Ulug'bek Obulmalik o'g'lining modifitsirlangan Korteweg de Vries Liouville tenglamasini davriy cheksiz zonal funksiyalar sinfida integrallash mavzusidagi 010102 differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi bo'yicha falsafa doktorini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ishi ilmiy yangilikka ega hamda tugallangan ish bo'lib, olingan natijalarning mazmuni tadqiqotning obyektiv predmetiga ko'ra 010102 differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi mos keladi. Dissertatsiya O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan falsafa doktori dissertatsiyasi qo'yilgan barcha talablarga javob beradi deb hisoblansin. Yig'ilish raisi Bobojanov, professor ilmiy kotib Sobirov. Tasdiqlayman, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Atamuradov. Rahmat. Marhamat, Ulug'bek Xudoyorov, taqriz berilgan nimaga javob bersangiz. Taqriz uchun yetakchi tashkilot Urganch davlat universitetiga minnatdorchilik bildiraman. Ko'rsatilgan kamchiliklar birinchi va uchinchisini qabul qilaman. Ikkinchisiga to'xtaladigan bo'lsam, qo'y xt funksiya o'rniga qtau funksiya o'rniga qo'y xt qatnashishi kerak deyilgan. Lekin aslida bu ham to'g'ri, lekin aslida fazoviy o'zgaruvchi xmi, tmi belgilashning ahamiyati yo'q. Tau bo'yicha tenglamani, masalan, q tau t baribir y darajasi q tenglama qanoatlantirib ketaveradi. Shunda uncha bu narsaning ahamiyati yo'q deb o'ylayman, lekin buni ham qabul qilaman. Keyingi ishlarga albatta e'tiborga olamiz. Rahmat. So'z birinchi rasmiy opponentimiz fizika matematika fanlari doktori professor Xolmuhammedov Olimjon Rahimovga. Marhamat. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Haqiqatda mana Oqnazar aka, ilmiy rahbar juda ham muhim qismini dissertatsiyada olingan natijalarni tushuntirib berdilar. Shunga qaramasdan men dissertatsiyani o'zi bo'yicha qisqacha, demak, boblar bo'yicha qisqacha fikrim, demak, qilingan ishlar haqida to'xtalib o'taman va demak, kamchilik va takliflar va xulosa qismini o'qib berishga harakat qilaman. Ushbu dissertatsiya ishida davriy koeffitsiyentli Dirac operatoriga qo'yilgan teskari spektral masalalar usuli yordamida nochiziqli Liouville, qo'shimcha hadli Liouville, moslangan manbalarga ega Liouville, modifitsirlangan Korteweg de Vries Liouville va qo'shimcha hadli modifitsirlangan Korteweg de Vries Liouville tenglamalarini integrallash masalalari qaralgan. Dissertatsiya kirish qismi 3 ta bob, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Dissertatsiyaning kirish qismida dissertatsiya mavzusining
dolzarbligi va zarurati asoslangan. Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining ustuvor yo'nalishlariga mosligi ko'rsatilgan. Mavzu bo'yicha xorijiy ilmiy tadqiqotlar sharhi, muammoning o'rganilganlik darajasi keltirilgan. Tadqiqot maqsadi, vazifalari, obyekti va predmeti tavsiflangan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi va amaliy natijalari bayon qilingan. Olingan natijalarning nazariy va amaliy ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi, nashr etilgan ishlar va dissertatsiya tuzilishi bo'yicha ma'lumotlar berilgan. Dissertatsiyaning nochiziqli Lyuvil tenglamasini davriy cheksiz zonali funksiyalar sinfida integrallash deb nomlangan birinchi bobida davriy koeffitsiyentli yirik operator uchun teskari spektral masala haqida zaruriy ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, davriy koeffitsiyentli yirik operatoriga qo'yilgan teskari spektral masala usulidan foydalanilgan holda nochiziqli Lyuvil va qo'shimcha hadli nochiziqli Lyuvil tenglamalariga qo'yilgan aralash masala yagona yechimning mavjudligi 3 marta uzluksiz differensiallanuvchi davriy cheksiz zonali funksiyalar sinfida isbotlangan. Dissertatsiyaning davriy cheksiz zonali funksiyalar sinfida manbali Lyuvil tenglamasini integrallash deb nomlanuvchi ikkinchi bobida davriy cheksiz zonali funksiyalar sinfida qator manbali nochiziqli Lyuvil va integral manbali nochiziqli Lyuvil tenglamalariga qo'yilgan aralash masalalarning yechimiga ega ekanligi isbotlangan. Bundan tashqari qo'yilgan masalalar yechimlari uchun tekis yaqinlashuvchi funksional qator ko'rinishida tasvir olingan. Dissertatsiyaning nochiziqli modifitsiylangan Kartevek de Vries Lyuvil tenglamasini integrallash deb nomlanuvchi 3-bobida teskari spektral masala usulini qo'llab 6 marta uzluksiz differensiallanuvchi funksiyalar sinfida nochiziqli modifitsiylangan Kartevek de Vries Lyuvil hamda qo'shimcha hadli nochiziqli modifitsiylangan Kartevek de Vries Lyuvil tenglamalari integrallanuvchi ekanligi isbotlangan. Mana shu demak dissertatsiyada ko'rilgan har bir boblar demak haqiqatda ilmiy rahbarlar tushuntirishlari bo'yicha aytilgan hamma gapni mana haqiqatda asosli ekanligini ham yana bir bor ta'kidlab o'tadi. Dissertatsiya ishida quyidagi kamchiliklarni man belgiladim. Birinchi bob ikkinchi paragrafdagi 1.2.1 teoremada yechim yagonalik haqida aytilgan. Teorema nolda, lekin teorema isbotida yagonalik haqida izoh berib ketilmagan. Lekin bu yagonalik haqidagi natija albatta to'g'ri deb hisoblanadi, lekin unga izoh berilmagan. Teoremani isbotida odatda mavjudlikdan tashqari yagonaligi aytilgan bo'lsa, uni ham aytib ketish kerak edi. Dissertatsiyaning 26-betda keltirilgan 1.2.3 lemmadagi 1.2.18 tengsizlik isboti batafsil keltirilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Isbotsiz mana shu tengsizlik o'rnli bo'ladi deb aytib ketilgan. Ishning 60-betdagi 2.1.24 tenglikdagi qatorning umumiy haddi uchun olingan baho asoslanmagan. Ko'rinishdan bu asos to'g'riga o'xshaydi, lekin uni bir og'iz asoslab ketish kerak edi deb o'ylayman. Ba'zi lemmalar isbotda lemma 1.2.1 isbotlandi kabi yozilgan, ba'zida esa lemma isbotlandi. Shu nuqtai nazardan bir xil yondashilsa ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'rsatilgan kamchiliklar dissertatsiyaning umumiy mazmuniga ta'sir ko'rsatmaydi. Ishning saviyasini pasaytirmaydi. Dissertatsiya ishida olingan barcha natijalar yangi bo'lib, nochiziqli evolyutsion tipdagi tenglamalarni integrallash nazariyasiga ma'lum darajada hissa qo'shadi. Dissertatsiya ishi doirasida O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan tavsiya qilingan nashrlarda 6 ta ilmiy maqola, shu jumladan 3 ta xorijiy va 3 ta respublika jurnallarida nashr etilgan. Dissertatsiya ishining mazmuni va natijalari 01.01.02 differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligiga to'liq mos keladi. Avtoreferat dissertatsiya ishi mazmuniga to'g'ri keladi va yetarli darajada mukammal yoritilgan. Xulosa qilib aytganda, demak, Xudoyorov Ulug'bek Abdulmalik o'g'lining modifitsiylangan Kartevek de Vries Lyuvil tenglamasini davriy cheksiz zonali funksiyalar sinfida integrallash mavzusidagi 01.01.02 differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi bo'yicha fizika matematik fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiya ishi tugallangan ilmiy ish bo'lib, u O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktori PhD dissertatsiyalariga qo'yilgan
talablarga to'la javob beradi va ishning muallifi 010102 differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi bo'yicha fizika matematik fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, Olimjon Rahimovich. Marhamat, talabgor, opponentning e'tirozlariga javob bersangiz. Rahmat ustoz, vaqtingiz berganingiz uchun. Birinchi kamchilikka to'xtaladigan bo'lsak, o'sha teorema isbotida yagonalik keltirilmagan deyilgan kamchilik bo'lyapti. Bu yagonalikni biz birinchi bob, birinchi paragrafda, ya'ni operator koeffitsiyentining yagona aniqlanishi haqidagi teoremaga nisbatan olib ketamiz bu narsani yagonalikda. Ya'ni operator koeffitsiyenti qo'y x hosilamiz yagona aniqlanadi. U bizda masalan qo'yilishda qo'shimcha shart bor. Nimada? Demak, o'sha x teng 0 nuqtada. O'sha shart yordamida biz x funksiyani yagona aniqlaymiz. Shunga asoslanib nima u yerga keltirmaganmiz. Lekin keltirib o'tganimiz haqiqatan domla to'g'ri aytdi bu narsani. Teorema isbotida keltirib o'tganimiz ham yaxshi bo'lardi izohlab ketganimizda. Buni qabul qilaman. Ikkinchi tengsizlik isboti biroz ko'p hajm, ikkinchi, uchinchi tengsizliklar isboti biroz ko'p hajmni oladi. Shuning uchun ma'lum bir isbotlangan maqolalarga havola berib ketganimiz. Shuning uchun biz dissertatsiya hajmini oshib ketadi. Shuning uchun biz buni keltirmaganmiz. Bu kamchilikni ham qabul qilaman. Uchinchisini ham qabul qilaman, ustoz. Keyingi ishlarda albatta inobatga olishga va'da beraman. Rahmat. Olimjon Rahimovich, rozimisiz? Roziman. Rahmat. Rahmat. Bo'lmasa, so'z ikkinchi rasmiy opponentimiz fizika matematika fanlari doktori professor Durdiyev Durdimurod Qalandarovga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Mana dissertantning o'zi batafsil dissertatsiya haqida gapirdi. Bu dissertatsiya bizlarning seminarda ham 1-2 marta doklad qilindi. Mana opponent Olimjon aka Xolmuhammedov ham paragraflar bo'yicha, boblar bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilgan, bularga batafsil to'xtaldilar. Hamda mana ilmiy rahbar professor Hasanov Oqnazar aka masalaning kelib chiqishi, uning mohiyati, qanday bu yerda muammolar borligini va uning dissertabelligi haqida yaxshi tushuntirib berdilar. Men endi nimaga unchalik to'xtalib o'tirmayman. Qaysi bobda qanaqangi ishlar amalga oshirilganligi haqida. Men e'tibor qaratmoqchi bo'lgan jihatim 3-bobdagi tenglama edi. 3-bobda demak modifitsirlangan Kartevega Defris Levil tenglamasi qaralyapti. Demak, modifitsirlangan Kartevega Defris tenglamasi nochiziqli hamda plus Levil tipidagi qo'shimcha xat bor tenglamada. Ya'ni Levil tipidagi ekspansional nochiziq xat qo'shilyapti. Tenglamaning o'zi ancha murakkab holga kelyapti. O'zi Kartevega Defris tenglamasining o'zi nochiziqli ancha murakkab hamda ekspansional nochiziqlilik qo'shilyapti tenglamaga va shunga qaramasdan mana dissertant ushbu masalani ham ushbu tenglamani ham demak sochilishlar nazariyasining teskari masalalar usulidan foydalanib integrallayapti. Endi bu yerda mana yuqorida ham aytib o'tildi, nima sababdan 6 marta uzluksiz differensiyalanuvchi davriy cheksiz zonali funksiyalar sinfida integrallashga to'g'ri kelyapti. Usulda baniq fazosi kiritilyapti funksiyali vektor funksiyalari uchun va u yerda norma qator ko'rinishda qatorni yaqinlashuvchi bo'lish sharti bilan aniqlanyapti. Va mana shu qatorni yaqinlashuvchi bo'lish uchun demak dissertant berilgan funksiyani 6 marta bo'laklab integrallab keyin qatorni absolyut va tekis yaqinlashuvchi qilishini ta'minlayapti. Mana shuning uchun bu yerda yuqori tartibli hosilalar paydo bo'lyapti funksiya uchun. Umuman aytganda bajarilgan ishlar tahsinga loyiq.
Yana shuni e'tirof etaman opponent sifatida. Dissertatsiya yuzasidan chop etilgan asosiy ishlar bu bittasi differensial tenglamalar jurnalida, ikkinchisi mana ko'rib turganlaringizdek matematik zametki deyishadi. Stiklov institutining nimasi bu, Moskvadagi nashri o'sha yerda chop etilgan. Differensial tenglamalar jurnali bu redkollegiyasi bu MGUda. Nashr bo'ladi Minskda, Belarusiyada, So'tmalar akademiyasida. Bu har ikkala jurnal ham da taqriz juda yaxshi o'tadi. Chunki o'zimiz ham chop etganmiz bularda. Taqriz juda boy, taqrizga ega. Differensial tenglamalar jurnali mutaxassislik bo'yicha spes jurnal hisoblanadi. Shuning uchun mana shu ikkita chop etilgan maqola ham mana jurnallarda bu ishning saviyasi yuqori ekanligi, ish dissertabilniy ekanligini ko'rsatib turibdi. Dissertatsiya ishi o'zbekcha yozilgan. O'zbekcha yozilganda ham o'sha ko'p ishlatiladigan ingliz tilida, rus tilida ishlatiladigan terminlar, terminologiyalar ham juda to'g'ri va aniq tarjima qilib yozilgan. Ya'ni bu dissertatsiya ishidan, tilidan keyingi bu sohada shug'ullanadigan tadqiqotchilar foydalansa bo'ladi. Endi mana dissertatsiyada shuning bilan birga ba'zi bir texnik kamchiliklar uchrab turadi. Shulardan men ba'zilarini ko'rsatdim. Demak, 15-bet pastdan birinchi qatorda n tegishli z 0 nuqtani ayrilgandan keyin, 0 nuqta olib tashlagandan keyin ko'rsatilgan, lekin unday bo'lmasligi kerak. n tegishli bo'lishi kerak z ga. 1-4 lemmada demak r da 2 marta uzluksiz differensiallanuvchi funksiyalar fazosi to'g'ri kiritilmagan. 28-sahifada T yulduzcha, u yerda menimcha Lagrange teoremasi ishlatiladi. T yulduzcha ochiq integraldan bo'lishi kerak edi. Xuddi shunday kamchiliklar 85-sahifada ham uchrab turadi. Endi ko'rsatilgan kamchiliklar dissertatsiyaning umumiy mazmuniga ta'sir ko'rsatmaydi. Dissertatsiya ishining saviyasini pasaytirmaydi. Avtoreferat dissertatsiya ish mazmuniga to'g'ri keladi va yetarli darajada mukammal yozilgan. Xudoyorov Ulug'bek Obilmalik o'g'lining modifitsiylangan Kartevega Defris Livell tenglamasini davriy cheksiz zonali funksiyalar sinfida integrallash mavzusidagi differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi bo'yicha fizika matematika fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ishi tugallangan ilmiy ish bo'lib, u O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktori PhD dissertatsiyalarga qo'yilgan talablarga to'g'ri javob beradi, to'liq javob beradi va ishning muallifi differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi bo'yicha fizika matematika fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Demak, rasmiy opponent professor Durdiyev. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, marhamat, Ulug'bek. Opponentning e'tirozlariga javob bersangiz. Rahmat ustoz, ijobiy tahlil uchun. Keltirilgan kamchiliklar hammasini qabul qilaman. Texnik kamchiliklar bo'lgan bu yerda. Bu kelajakda albatta keyingi ilmiy ishlarimizni inobatga olamiz. Rahmat. Rozimisiz? Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, biz demak rasmiy muhokamani tugatdik. Umumiy muhokamaga o'tamiz. Kimga qanday takliflar bor? Marhamat, kim so'zga chiqmoqchi? Bormi? So'zga chiquvchilar. Yo'qmi? Yo'q, so'zga chiquvchilar. Hammasi tushunarli. Agar hammasi tushunarli bo'lsa, agar bo'lmasa, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, sizlarga birinchi hisob komissiyamizni yaxshi ishladilar, Muhiddin. Shuni tasdiqlasak bo'ladimi? Shu Muhiddin Mo'minovni hisob komissiyasi raisi etib tayinlash uchun kim ovoz berishlarini so'rayman.
Qarshi betaraflar? Yo'q. Rahmat. Marhamat. U kishi ishni boshlayveradilar. Ikkita dissertatsiya qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Shuni birdaniga hozir hal qilaveraylik. Iltimos sizlardan. Hozir ovozni beraylikda. Bular to protokol qilguncha. Tak, birinchisi, demak, Romanovskiy nomidagi Matematika instituti mustaqil izlanuvchisi Qurbonov Oybek Ilhom o'g'li dissertatsiya mavzusi kichik rangli qo'zg'alishga ega diskret Laplasianlarning spektral va bo'sag'a tahlili degan dissertatsiyaning nomi 010102 differensial tenglamalar matematik fizika ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayinlangan. Demak, ilmiy rahbar Zahiriddin Mo'minov, fizika matematika fanlari doktori, dotsent. Siz so'z Samarqand davlat universiteti huzuridagi kengashimizni seminarining raisi Oqnazar Bekturdiyevichga beraman, marhamat. Birdaniga ikkinchisini ham aytaylik, ikkinchisini davom ettiraverasiz, shundaymi? Demak, ikkalasi ham differensial tenglamalardan bo'lganligi uchun ikkinchisi Milliy universitet izlanuvchisi Ahmadov Ilhom Ali o'g'li, dissertatsiya mavzusi kasr tartibli aralash tipdagi tenglama uchun maxsus sohalarga lokal va nolokal masalalar, differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi bo'yicha PhD ilmiy rahbar professor Islomov Bozorboy, fizika matematika fanlari doktori. Marhamat, so'z Oqnazar Bekturdiyevichga, ikkalasini ham. Sharaf Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti huzuridagi mana shu raqamli ilmiy kengash qoshidagi 010102 differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi bo'yicha ilmiy seminar xulosasi. Qurbonov Oybek Ilhom o'g'lining dissertatsiyasi muhokama etilib, quyidagi xulosaga kelindi. Birinchi, izlanuvchi İlham Qurbonovning 010102 differensial tenglamalar va matematik fizika kichik rangli qo'zg'alishga ega diskret Laplasianlarning spektral va bo'sag'a tahlili mavzusidagi fizika matematika fanlari bo'yicha PhD falsafa doktorligi dissertatsiyasi tugallangan deb hisoblansin va O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktorligi dissertatsiyalarini bajarish bo'yicha belgilangan talablariga mos keladi deb hisoblansin. Ikkinchi, chop etilgan maqolalar bo'yicha xulosa dissertatsiyaning asosiy mazmuni 14 ta chop etilgan ilmiy ishlarda o'z aksini topgan. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiyasi komissiyasining falsafa doktori dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 6 ta maqola, jumladan 3 tasi xorijiy va 3 tasi respublika jurnallarida nashr etilgan. 8 tasi konferensiya materiallari tezisi. Uchinchi, ilmiy seminar Qurbonov Oybek Ilhom o'g'lining kichik rangli qo'zg'alishga ega diskret Laplasianlarning spektral va bo'sag'a tahlili mavzusidagi tayyorlangan dissertatsiyasi 010102 differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligiga
mos keladi deb hisoblaydi va Samdu qoshidagi mana shu raqamli ixtisoslashgan kengashda himoya qilishga tavsiya etadi. Qurbonov Oybek Ilhom o'g'lining dissertatsiyasini mana shu raqamli ilmiy kengashda himoyasi uchun rasmiy opponentlar sifatida quyidagilar tavsiya etilsin. Birinchisi Janqul Abdullayev, fizika matematika fanlari doktori professor, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti. Ikkinchisi Kucharov, fizika matematika fanlari nomzodi, dotsent Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti. Qurbonov Oybek Ilhom o'g'lining dissertatsiyasi yetakchi tashkilot sifatida Buxoro davlat universiteti tavsiya etilsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ruxsat bersangiz ikkinchisini ham o'qib beraman. Yana bormi? Yana bitta borda. Ha? O'zi ikkita-ku. Ikkita shu ikkinchisini, birinchisini o'qidim. Endi ikkinchisini o'qib beraman. Birinchisini ovozga qo'yaylik bo'ldi. Ha, bo'ldi. Qabul qilish bo'yicha. Hurmatli kengash a'zolari, shu o'qib berilgan dissertatsiyani qabul qilamiz deganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar? Yo'q. Rahmat. Ikkinchisini o'qib beringlar. Ikkinchisi mana shu Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti huzuridagi mana shu raqamli ilmiy kengash qoshidagi 010102 differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi bo'yicha ilmiy seminar xulosasi. Ahmadov Ilhom Ali o'g'lining dissertatsiyasi muhokama etilib, ushbu xulosaga kelindi. Birinchi izlanuvchi Ahmadovning 010102 differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi ta'sir tartibli aralash tipdagi tenglama uchun maxsus sohalarda lokal va nolokal masalalar mavzusidagi fizika matematika fanlari bo'yicha PhD falsafa doktorligi dissertatsiyasi tugallangan deb hisoblansin va O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktorligi dissertatsiyalarini bajarish bo'yicha belgilangan talablariga mos keladi deb hisoblansin. Chop etilgan maqolalar bo'yicha xulosa dissertatsiyaning asosiy mazmuni 16 ta chop etilgan ilmiy ishlarda o'z aksini topgan. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktori dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 7 ta maqola, jumladan 3 tasi xorijiy va 4 tasi respublika jurnallarida nashr etilgan. 9 tasi konferensiya materiallari, tezislar. Uchinchi ilmiy seminar Ahmadov Ilhom Ali o'g'lining ta'sir tartibli aralash tipdagi tenglama uchun maxsus sohalarda lokal va nolokal masalalar mavzusida tayyorlagan dissertatsiyasi 010102 differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligiga mos keladi deb hisoblaydi va Samdu qoshidagi mana shu raqamli ixtisoslashgan kengashga himoyaga qilishga tavsiya etadi. Ahmadov Ilhom o'g'lining dissertatsiyasi DS mana shu raqamli ilmiy kengashda himoyasi uchun rasmiy opponentlar sifatida quyidagilar tavsiya etilsin. Birinchi opponent Sattorov Ermamat, fizika matematika fanlari doktori, professor, Samarqand davlat pedagogika instituti. Karimov Erkinjon Karimov, fizika matematika fanlari doktori, professor, Gent universiteti, Belgiya. Ahmadov Ilhom Ali o'g'lining dissertatsiyasiga yetakchi tashkilot sifatida Buxoro davlat universiteti tavsiya etilsin. Rahmat. Ahmadov Ilhom Ali o'g'lini dissertatsiyasini qabul qilish bo'yicha qanday fikrlar bor? Qabul qilinsin deyilyapti. Qabul qilinsin deganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshi betaraflar? Yo'q. Rahmat. So'z hisob komissiyamizning raisi professor
Mana qabul qilindi. Hisob komissiyasi majlisining bayonnomasi. Komissiya Xudoyorov Ulug'bek Obilmalik o'g'lining fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiya yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tartibi 18 ta, shundan majlisda 15 ta kishi qatnashmoqda. Jumladan shulardan demak, ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 6 nafar fan doktori ishtirok etmoqda. Demak, 15 ta byulleten tarqatildi. Qutichada demak 15 ta byulleten borligi aniqlandi. Xudoyorov Ulug'bek Obilmalik o'g'liga fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Demak, tarafdorlar 15 ta 100%, qarshilar, yaroqsizlar yo'q. Rahmat. Hisob komissiyasini bayonnomasini tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Bir ovozdan qabul qilindi. Hurmatli kengash a'zolari, kengashimizning xulosa loyihasi qo'llaringizga haligi yetkazilgan. Xulosa bo'yicha qanday fikrlaringiz bor? Menimcha yaxshi yozilgan. Ma'qullasak bo'ladimi? Ma'qullayman deganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab beringlar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bo'lmasa, endi dissertatsiyaning tasnifi belgilariga o'tamiz. Demak, birinchi dissertatsiyaning natijalari bo'yicha 1/1 tegishli fan sohalari uchun. Dissertatsiyaning ikkinchisi natijalari yangi. Uchinchi, demak, 3/2 yuqori dissertatsiya natijalari qiymati. To'rtinchi, dissertatsiya mavzusidagi rejadagi tadqiqotlar bilan aloqadorligi. Mavzu tarmoq dasturi Fanlar akademiyasining rejalariga tarmoqlaro ilmiy, texnikaviy majmualarga kiradi. 4/2. Endi beshinchisi amaliy amaliyotga mo'liqligi 5/3 tarmoq miqyosida va 6-si amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalarini keng foydalanish talab etiladi. Mana shu tasnifiy belgilarni rozi bo'lsangizlar tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bir ovozdan. Rahmat. Marhamat Ulug'bek Xudoyorov, sizga so'z. Rahmat ustoz so'z berganingiz uchun. Avvalambor, hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, meni ushbu ishimni demak qo'llab-quvvatlaganingiz uchun katta rahmat aytaman. Bu darajaga yetishimda albatta ota-onam va ilmiy rahbarimning o'rni juda ham beqiyos. Ularga juda o'z minnatdorchiligimni ham bildiraman. Shu bilan birga rasmiy opponentlarimga ham ijobiy tafsirlar uchun rahmat aytib qolaman. Bundan tashqari yaqin qarindoshlarim, ustozlarim, hamkasblarim, do'stlarimga ham rahmat aytaman. Sog' bo'ling, rahmat ustoz. Rahmat. Sizni ishlaringizga ham ilmiy kengashimiz a'zolari nomidan muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'ylaymizki, shunda to'xtab qolmaysiz, davom ettirasiz ishlarni. Sizga omadlar tilaymiz. Sog' bo'ling. Ilmiy kengashimiz shu bilan ishni tamom qildi. Kengash haqida, o'tkazish haqida qanday fikrlar bor? Bo'ladimi? Yaxshi. Faqat ijobiy. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat.